Sizga rostini aytsam, hozirgi paytda O'zbekiston sharoitida bemalol 1,5 ming atrofida daromad topish mumkin. Bu hech qanaqa kriptovalyuta yoki sетевой marketing yoki bo'lmasam hech qanaqa investitsiya kiritmasdan turib bemalol daromad topasan deydigan ertaknamo gap emas. Shunchaki uzun marketda ishlab turib daromad topish imkoniyati mavjud. Lekin uzun marketga kirib kelgan, sotuv qilayotgan 70-80% sellerlar bu ishni ketma-ketligini noto'g'ri bajarishadi yoki bo'lmasam qanaqadir bilimli yetmay qoladi, qaysidir joylariga ahamiyat bermay qolishadi va natija qilisholmaydi. Bu video aynan siz uchun, agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilib natija qilish siz uchun bo'ladi. Ya'ni uzun marketga kirganmisiz, kirmaganmisiz yoki endi faoliyatingizni boshladingizmi, endi YTT ochdingizmi, siz uchun foydali bo'ladi. Ko'proq uzun marketga endigina ish boshlagan jarayoningizda siz uchun bu yo'lni hali tumanni ichida bo'ladi, ya'ni bulutlarni ichida bo'ladi. Siz nima qilish kerakligini, nimadan keyin nima vazifani bajarsa qanaqa daromad topish mumkinligini yaxshi tushunmagan holatda bo'lasiz. U jarayonda faqatgina test rejimida o'rganish uchun 3-4 xil tovarni tanlab turib o'rganib olish kerak va mani hozirgi aytadigan narsalarim asosan uzun marketga kirib turib bilimingiz bo'lganidan keyingi holatda qanaqa qilib strategiya bilan daromad topish mumkin degan savol oldida turganlar uchun javob beradi. Eng avvalo keling o'zim haqimda qisqagina ozgina ma'lumot berib o'tay. Men Mahmudova Umid Abdumalikovna, asli kasbim pedagog, oliy ma'lumotli o'qituvchiman. 20 yildan oshiqroq pedagogika sohasida ishladim va oxirgi 3 yillikda onlayn savdo bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Hozirgi paytda uzun va Yandex market selleriman. O'zimda bir nechta do'konlar va bundan tashqari marketplace'da biznes egalarini do'konlarini yuritib berish, ya'ni menejerlik xizmatimiz ham bor. Bundan tashqari o'quvchilarni kurslarimda uzun va Yandex market bo'yicha bilimlarni berib boradigan kurslarim ham bor. O'quvchilarni ham o'qitib boraman. Hozirgi paytda o'zimni shaxsiy do'konlarimda oylik oborotim 500-600 million atrofida bo'ladi. Bundan tashqari agarda biz o'sha do'konlarni yuritib berish xizmatimizni ham hisobga oladigan bo'lsak, oylik 1 milliarddan oshuv aylanma qilamiz, pul aylanma qilamiz. Buni nimaga aytyapman? Ya'ni siz qanchalik pul aylanmani ko'p qilarkansiz, sizda shunchalik praktika, ya'ni tajriba ortib boraveradi. Xatolar bo'lgan sari sizda tajribangiz yana ham ortib, shu xatolarni ortidan siz plyusga kirib ketish ehtimolingiz katta bo'ladi. Hozir bu videoni ko'rayotganlarning orasida uzun market sellerlari yoki hali umuman seller bo'lmaganlar ham bo'lishi mumkin. Bu sohaga qiziqayotganlar bo'lishi mumkin. Sizlar uchun ozgina uzun market haqida ma'lumot berib o'tay. Uzun market o'zi qanaqa sistemada ishlaydi? Uzun market bu katta kompaniya va marketplace hisoblanadi. Bu butun dunyo bo'yicha marketplacelar hozirgi paytda eng aktual onlayn platformalardan hisoblanadi va uzun marketga siz mahsulotingizni qo'yasiz, mahsulotingizni reklamalari bilan shug'ullanasiz, vizuali bilan hamma narsasi bilan siz shug'ullanasiz. Uzun market esa uni reklama qilib berish, ya'ni klientlarni e'tiboriga tushirib berish ishlarini bajaradi va shu o'rtada sotuv bo'ladi. Sizni qilgan sotuvingizdan uzun market o'zini foydasini oladi, siz esa o'zingizni foydangizni olasiz. Uzun market aniq algoritmlar asosida ishlaydi va siz ham mana shu algoritmlarni aniq o'rganib, shu algoritmlarga moslashgan holatda ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Offlayn savdodan farqi bor. O'xshash tomonlari ham juda ham ko'p, lekin farqli tomonlari ham anchagina. Ya'ni klientlar o'sha bo'lishi mumkin. Sotuvga, ya'ni o'sha klientlarning portretini chizayotganda o'sha bir xil holatlar uchrashi mumkin, lekin podacha har xil bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib taqdim etish, qanaqa qilib klientga mahsulotni tushunarli qilib yetkazib berish kabi savollarga boshqacharoq yo'nalishda javob berishimiz kerak bo'ladi. Siz bu videoni ko'rish orqali nimaga ega bo'lishingiz mumkin, nimani o'rganishingiz mumkin? Ya'ni men o'zimni misolimda hozir aytib bermoqchiman. Agarda men yangidan noldan boshlab do'kon ochganimda nima qilgan bo'lardim degan savolga ketma-ketlikda javob bermoqchiman va siz o'sha men aytib berayotgan yo'l orqali borib qilayotgan daromadingiz ko'payishi yoki qilayotgan xatolaringizni ancha buncha kamayishi, riskingizni kamayish imkoniyati paydo bo'ladi.
Endi agarda man endigina do'kon ochayotgan bo'lganimda nima qilgan bo'lardim? Mani bitta katta xatoyim bo'lgan. Endi o'sha paytda yangi do'kon ochgan paytimda ko'plab do'konlarni ochib tashlashga qiziqqanman va bu aksariyat sellerlarda uchraydigan holat. Chunki uzun marketga kirib, sotuvlarni o'rganib olgandan keyin har xil narsa sotgisi kelaveradi, har xil do'konlar ochishni xohlayveradi. Bu aksariyat sellerlarda uchraydi va tabiiy holat. Lekin hozirgi paytimda bo'lganimda man unaqa qilgan bo'lmasdim. Agarda siz uzun marketda ish faoliyatingizni boshlayotgan paytingizda har xil yo'nalish bo'yicha emas, aynan bitta yo'nalishga yoki ikkita yo'nalishga kirib olib turib, faqatgina shuni ichida aylanadigan bo'lsangiz, sizda ancha natijalar ko'proq bo'ladi. Nimagaki siz o'sha yo'nalishni aniq eksperti bo'lishni boshlaysiz. Endi man endi ochayotgan bo'lsam, agar hozir yangi ochadigan bo'lsam, kiyim-kechak yo'nalishini, ayollar kiyim-kechagi yo'nalishini tanlagan bo'lardim. To'g'ri, bu yo'nalishda marja sal kamroq, foyda kamroq bo'ladi, lekin juda ham aktual tema. Aktual tema bo'lishi bilan birgalikda mani o'zimga yaqin bo'lgan soha. Nimagaki, man to uzun marketga kirgunimgacha ham aynan ayollar kiyim-kechagi bo'yicha onlayn sotuvlarni amalga oshirib yurgan bo'lganman. Manda bu sohaga nisbatan ancha buncha praktika, ya'ni opit bor. Man ungacha ham tikuvchilik kurslarida o'qiganman, ya'ni mani o'zimni onamlar ham chevar bo'lganlar va man ayollar kiyim-kechaklari bo'yicha ancha buncha bilimga egaman. Bemalol obrazlar tanlab berish va bu jarayon menga zavq beradi. O'sha ranglarni ranglarga tushirish, qaysi anaqa hozirgi paytda qaysi yo'nalish trend bo'lyapti, qaysi yo'nalish modaga kiryapti yoki qaysi rang urf bo'lyapti, bularni o'rganish mani o'zimga ham zavqli jarayon bo'ladi. Aynan o'zingiz tushungan yo'nalishga kirib turib, shu yo'nalish bo'yicha mahsulotlarni sotsangiz, sizda anaqa natijalar yaxshiroq bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Endi demak, yo'nalishimni tanlab oldim deylik. Bu yo'nalish juda ham keng, hali ayollar kiyimlari yo'nalishi. Endi buni yana ham qisqartirishimiz kerak. Aynan ayollar kiyimidan nima sotaman? Zamonaviy kiyim sotamanmi yoki hijobli o'rangan ayollar uchun kiyim sotamanmi yoki koftali sotamanmi, razmerli sotamanmi, razmersiz sotamanmi? Bularni hammasini aniqlab olgan bo'lardim. Kiyim-kechak yo'nalishiga agarda kirmoqchi bo'lsanglar, imkon qadar qo'lingizda mablag' bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda 3000, 5000 atrofida qo'lingizda pulinglar bo'lsa, bu yo'nalishga kirishni tavsiya beraman. Agarda 1000 yoki 1,5, 2000 atrofida boshlaydigan bo'lsangiz, bu sohani yarmiga borganda qiynalib qolasiz. Va yana bitta narsa, razmersiz mahsulotlarni tanlagan bo'lardim. Ya'ni bazaviy mahsulotlar, o'sha oq, qora, korичневый rangdagi, seriy rangdagi yoki bo'lmasa bejevый, o'sha qaymoq rang deymiz-ku, shunaqa rangdagi mahsulotlardan, bazaviy uslubdagi, judayam man hijob yo'nalishini ham judayam tushunavermayman. O'shaning uchun bu yo'nalishga emas, ko'proq zamonaviyroq yo'nalish. Ochiq bo'lmasa ham, hozir mana yoshlarimizda sport uslubi, casual uslublari judayam trend bo'lyapti. Hozirgi paytda qaysi rang urfda ekanligini o'rganib chiqqan bo'lardim. Qaysi uslub, ya'ni qanaqa dizayn, qanaqa moda yo'nalishi anaqa bo'lyapti, trend bo'lyapti, yaxshi sotilyapti, shularni o'rgangan bo'lardim va aynan shu yo'nalish bo'yicha mahsulot tanlab olgan bo'lardim. Birinchi borib yatitini yugurib borib ochib olmasdan, oyi boshini kutib, oyi boshi yetib kelgunigacha siz bozorni tahlilini qilib olishingiz kerak. Ya'ni hozir yuqorida aytganlarimni tahlil qilib olib, mahsulotni tanlab olib, ana undan keyin rasmlarini, uni ma'lumotlarini tayyor qilib turishimiz kerak toki oyi boshiga qadar. Nimaga endi oyi boshida deyapmiz? O'sha nalog bilan bog'liq. Oyi boshida biz yatib olsak, nalogimizni o'sha ancha buncha ekonom qilgan bo'lamiz. Xo'p, endi mahsulotni tanladim. Uni dizayniga juda ham katta ahamiyat bergan bo'lardim. Ha, shu o'rinda aytib o'tib ketay, juda ham ko'p mahsulot ham tanlab olmang. Ya'ni 10 xil, 15 xil, 20 xil mahsulot ham tanlab olmang. Boshida 3 xil yoki 5 xil mahsulot tanlasangiz yetadi. Shuni o'zini rasmlarini chiroyli qilib tayyorlatgan bo'lardim. Men tayyorlatgan bo'lardim. Balkim siz qo'lingizdan kelsa, agar o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. Chunki men infografika uchun vaqt ketkazishni xohlamayman. Bu yo'nalish meniki emas va infografikalardan, rasmlardan imkon qadar mablag'i uncha ayamasdim. Chunki
Vizual juda ham katta ahamiyatga ega, rasmlar juda ham muhim. Yarim sotuvingizni sizni rasmlaringiz qilib beradi. Sizni mahsulotingiz juda ham sifatli bo'lsa-yu, lekin rasmlarda bu ko'rsatib berilmasa, sotuvlarimizga bu ta'sir qiladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'pincha rasm boshqa-yu, real boshqa bo'lib qoladi. Ya'ni realda juda ham chiroyli qilib ko'rsatib beriladi, kelgan paytda boshqa mahsulot kelib qolishi mumkin, ya'ni sifat jihatdan. Bunga ham ahamiyat bergan bo'lardim. Juda ham yer bilan osmonchalik farq qilib ketishi kerak emas. Sizni mahsulotingizga nisbatan rasmlaringiz bo'li chiroyliroq holatda ko'rinib turishi kerak. 100 baravar emas, albatta, hech bo'lmasa 5-10% chiroyliroq holatda tayyorlatgan bo'lardim. Albatta modelni ustiga kiyg'izgan bo'lardim. Agarda mani mahsulotim yoshlabop, ya'ni 17, 18, 20 yoshgacha bo'lgan yosh qizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, aynan shu yoshdagi qizga kiyg'izgan bo'lardim, yoki undan yuqoriroq yoshdagilarga tegishli bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoshdagi qizga kiyg'izgan bo'lardim. Bu o'rinda face ham juda ham muhim. Siz tanlayotgan modelingizni face, uni qaddi qomati yoki bo'lmasam sochini rangigacha siz tanlagan mahsulot qanaqa face'ga qizga ko'proq yarashadi, mana shu uslublarni ham yaxshilab o'rganib chiqib, aynan yarashib turadigan modelga kiyg'izgan holatda rasmlarni tayyorlatgan bo'lardim. Bir xil paytda bo'ladida, model juda ham chiroyli bo'lishi mumkin, lekin sizni o'sha kiyimingiz o'sha modelga tushmagan bo'lishi mumkin, rangiga, soch rangiga yoki boshqa. Bu tomonlarga ham ahamiyat berish kerak va rasmlarni tayyorlatib olgan bo'lardim. Ana undan keyin ma'lumotlarni aniq, konkret, klientga aynan kerak bo'ladigan ma'lumotlarni yig'ib chiqib, klient qidiradigan so'zlarni aynan terib chiqib, o'zim uchun ma'lumotlarni yig'ib olib, chiroyli holatda kartochkalarni yaratib olgan bo'lardim. Hozir mana endi bundan buyog'iga aprel oyidan boshlab boost, ya'ni ichki reklamada ham o'zgarishlar bo'lyapti. Endi boost reklamalarimizni bizani belgilagan sommalarimizga qarab emas, aynan yaratgan kartochkalarimizni sifatiga, kачествоsi qanchalik darajada chiroyli qilib yaratilgan, qanchalik darajada klient uchun tushunarli, shunisiga qarab turib boost reklamalari ishlashni boshlaydi. Endi shunchaki ma'lumotlarni kiritib o'tib ketish, bir dona, ikkita dona rasmlar bilan sotuvlarni qilish qiyin bo'lib qoladi. O'shaning uchun imkon qadar ko'proq ma'lumotlarni ko'rsatilgan infografik rasmlar, varonka asosida albatta, va bitta ikkita rasm emas, hech bo'lmaganda 8, 10, 12 ta rasmlarni tayyorlatib, ana undan keyin kartochkalarni chiroyli qilib yaratib olgan bo'lardim. Kartochkamni ichki tomoniga, ya'ni полное описание qismida ham matoni ko'rinishi, oldidagi holatlari, detalli rasmlar deymiz-ku, yaqindan tushirilgan holatlari, hattoki cho'nchak qismlari qanaqa bo'ladi yoki chok qismlari qanaqa, yengida nima qanaqa uzorlar bor, tugmasi bo'lsa tugmachasi, zamogi bo'lsa zamogini oldidan detalli qilib tushuntirilgan rasmlarni ifoda etib bergan bo'lardim. Nimagaki onlayn savdoda mahsulotni ushlab ko'rib bo'lmaydi, kiyib ko'rib bo'lmaydi, hidlab ko'rib bo'lmaydi yoki ta'mini his qilib ko'rib bo'lmaydi. Lekin siz shunaqa rasm tayyorlab berishingiz kerakki, men shunaqa rasm tayyorlab bergan bo'lardimki, mahsulotni shundoq ko'rgan paytda haligi mijoz xuddiki qo'lida ushlab ko'rayotgandek, iynida kiyib ko'rayotgandek emotsiya, ya'ni hissiyot olishi kerak. Mana shunaqa ma'lumotlarni ko'rsatib beradigan bo'lsak, sotuvimizni yaxshi bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Ana undan keyin sotuvga chiqazib ko'ramiz. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Meni o'zim FBS bilan oldin test qilib ko'raman. To'g'ri, FBO'ga asoslanadi uzum, ya'ni FBO skladda qo'lida turgan tovarga suyanadi, tayanadi. Lekin meni o'zim FBS bilan oldin test qilib ko'raman. Agarda siz ichki bozor bilan ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishlab chiqaruvchi bilan ishlayotgan bo'lsangiz, siz ham xuddi shunaqa uslubda qilib ko'rsanglar bo'ladi. Oldin mahsulotni qo'yib, odamlarda ehtiyoj bormi, yo'qmi? To'g'ri, siz oldin o'rganib chiqqan bo'lasiz. Zoom selling orqali yoki har xil platformalar orqali tashqi, ichki analizlarni qilib, qaysi stil, qaysi uslub yaxshi ketayotganini aniqlab olgan bo'lasiz ma'lum miqdorda, o'sha 70-80% riskingizni kamaytirib. Lekin shunaqa bo'lsa ham, yana ham riskni kamaytirish uchun oldin test rejimida men ularni sotuvga chiqazib ko'raman. Qani sotuv bo'ladimi, yo'qmi?
Albatta, birinchi odzivlarni, birinchi reyting baholarni chiqishiga man o'zim ham yordam berib borib, ana undan keyin kuzataman. 3 kun, 5 kun bu test rejimida ishlaydi. Algoritm sizni mahsulotingizni qanchalik darajada ehtiyoj ko'p mahsulotligini aniqlashni boshlaydi. Aynan sizni mahsulotingizni kerakli klientlarini qidirishi va aniqlashtirib topishni boshlaydi. Ularga ko'rsatishni boshlaydi. Xo'p, mahsulot kartochkalarimizni chiroyli qilib yaratib, sotuvga chiqazganimizdan keyin endi nima qilgan bo'lardim? Men uni analitika bo'limidan analizini kuzatib turgan bo'lardim. Ya'ni Uzum marketning o'zini ichida analitika degan bo'lim bor. O'tga kirgan paytimizda mahsulotimizni sotuvga chiqqandan keyin necha marotaba ko'rilyapti, nechta klik bo'ldi, ya'ni odamlar bosib kirdi kartochkamizni ichiga va nechta odam uni korzinasiga solib qo'yyapti. Korzinaga solgandan keyin nechta odam sotib olyapti. Bularni hammasini protsentlari bilan ko'rsatib beradi, ya'ni konversiyalarigacha chiqazib beradi. Mana shu bo'limda men o'zimni mahsulotimni tahlilini kuzatib turgan bo'lardim. 3 kun, 5 kun, 7 kun mobaynida Uzum marketni o'zi sizga yordam beradi mahsulotingizni sotilishiga. Ya'ni qanaqa qilib yordam beradi? Klientlarga ko'rsatib beradi mahsulotingizni. Har xil varolada sizni kartochkangizni chiqazib beradi. Mana shu vaqtdan biz unumli foydalanib olishimiz kerak. Va shunchaki qarab o'tiradigan bo'lsak, bu vaqtimiz birpasda o'tib ketib qoladi. Endi analitika bo'limidan buni ko'rib turib, qaysi joyda bizda muammo bo'layotgan bo'lsa, ana o'sha joyini ustida ishlaydigan bo'lsak, bizda sotuvlarimiz oshib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Endi agarda menda prosmotr bo'lmayotgan bo'lsa, demak men tushunishim kerak, prosmotr nima uchun bo'lmaydi? Klientlar o'zi qayerdan prosmotr bo'ladi, ya'ni ko'radi. Ko'ruvlar soni qayerdan bo'ladi? Uzum marketga kiradida mahsulotni qidiradi. Deylik siz rubashka uchun kartochka yaratgansiz, sotyapsiz, rubashka deb qidiradi yoki kofta deb qidiradi yoki oq kofta bo'lishi mumkin. Siz balkim faqatgina oq rang sotayotgan bo'lsangiz, balkim u oq rubashka. Siz mana shu so'zlarni kulch so'zlar deyiladi. Mana shu so'zlarni agarda qo'ymagan bo'lsangiz, demak bizda prosmotr bo'lmaydi. Kulch so'zlarni o'rnini to'g'irlab, joy-joyida moslashtirib qo'yib chiqish bilan ishlashimiz kerak, prosmotr oshishi uchun. Endi agarda prosmotr zo'r bo'lsa, boshida o'zi katta ehtimol bilan prosmotr bo'ladi, chunki Uzum o'zi yordam beradi deyapman-ku. Uzum marketning o'zini yordami bilan prosmotr bo'ladi. Prosmotr bo'layotgan bo'lsa-yu, lekin klik, ya'ni bosib kirishlarni soni kam bo'layotgan bo'lsa, unda o'sha bizani vizualimiz, ya'ni rasmimiz yaxshi tortmayapti. Rasmlarni o'rnini o'zgartirib ko'rishimiz kerak yoki boshqa xildagi rasmni qo'yib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin yana kuzatishni davom ettiraman. O'sha prosmotrlardan keyin kliklar soni oshdimi, oshmadimi? Agar oshayotgan bo'lsa, demak meni qo'ygan rasmim ishlashni boshladi. O'zi 1-2 sutkada raqamlar обновление bo'ladi, ko'rinishni boshlaydi. Ana o'shanda siz aniqlashni boshlaysiz. Ha, demak bu rasmimni qo'ygandim, menda prosmotrlar yaxshi bo'lmadi. Rasmni o'rnini o'zgartirgandim, demak prosmotrlar yaxshi bo'ldi. Demak bu rasm yaxshiroq ishlayapti. Demak shu rasmni o'zida qolamiz. Endi keyingi qadam, bu klientlarning qadamida, sizni mahsulotingizga kirib kelgandan keyin klientlarning qadami. Keyingi qadam nima bo'ladi? O'sha klik qilib bosib kirgandan keyin klient u mahsulotni o'qishni boshlaydi, ma'lumotlarini olishni boshlaydi, to'g'rimi? Ana undan keyin korzinaga soladi. Sotib olgungacha korzinaga solishi kerak. Yoki bo'lmasam yo'qotib qo'ymaslik uchun ham uni korzinaga solib qo'yish kerak. Ana o'sha jarayon, korzinaga solyaptimi odamlar yoki solmayaptimi? Bu mahsulot unga qiziq bo'lyaptimi, qiziq bo'lmayaptimi? Agarda korzinaga solishlar soni kam bo'lgan bo'lsa, kliklar soni ko'p, korzinaga solishlarning soni kam bo'lgan bo'lsa, ana unda biza o'sha ma'lumotlar va albatta klientlardan kelgan odzivlar ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa odziv bo'lmaydigan bo'lsa, unda tasavvur qiling, ikkita kartochka turibdi. Sizniki ham, uniki ham bir xil mahsulot. Katta ehtimol bilan baribir konkurentingiz bo'ladi-ku. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, to'g'rimi? Kamdan kam holatda umuman konkurentsiz mahsulotni faqat siz sotadigan mahsulot bo'lishi mumkin. Endi chetdan olib kiradigan bo'lsangiz yoki o'zingiz avtorskiy mahsulotingiz bo'ladigan bo'lsa, lekin ichki bozordan oladigan bo'lsangiz, unda bitta bo'lsa ham sizni konkurentingiz bo'ladi. Yoki aynan shu model bo'lmasa ham, uni yondosh tovari bo'ladi, ya'ni o'xshash tovar bo'ladi.
siz rubashka qo'ydingiz, rubashkani boshqacharoq xili bo'ladi, o'xshash mahsulot, ana ular ham sizga konkurent hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, ikkita kartochka yoki to'rtta kartochka turibdi, ularda otsivlar bor, ularda reyting bor, 5 ta yulduzcha bosilgan bo'lsa 5 reytingi bor yoki 4.9, 4.8 bo'lishi mumkin. Sizda esa hali reytinglar 0 bo'ladi. Endi nimaga klient ikkita yonma-yon turgan kartochkadan aynan siznikini olishi kerak? Sizni yoningizda turgan kartochkada otsivlar bo'lsa, reytinglar bo'lsa, sizda yo'q bo'lsa, nima uchun sizdan olish kerak? Demak, biz eng avvalo harakat qilishimiz kerak mahsulot sotuvga chiqishi bilan reyting paydo qilishga, ya'ni 5 ta yulduzcha va hech bo'lmasa bitta ikkita otsivlarni paydo qilishga harakat qilishimiz kerak. Sizga promokoddan foydalanasizmi, qanaqadir yon atrofingizdagi tanish bilishlardan foydalanasizmi, farqi yo'q, shu reytingimizda paydo bo'lishi kerak. Uzun market uchun reytinglar juda ham muhim. Reytingi yuqori bo'lgan kartochkalarni yuqoriga yana ham ko'tarib beraveradi. Klientlardan qayta reaksiya keladigan bo'lsa, ulardan qayta aloqa keladigan bo'lsa, haligi sizni kartochkangizga kirgan klient yana qaytadan sizni kartochkangizga kirib keladigan bo'lsa yoki sotib olgan klient yana qaytadan sotib oladigan bo'lsa, sizni mahsulotingizni qiziq mahsulot deb hisoblaydi va yana ham ko'rsatishni boshlaydi. Chunki buni har bittasini sotuvidan uzun market ham foyda oladi. Uzun marketga hech qanaqa foyda yo'q bizni mahsulotimizni sotmasdan, ushlab o'tirishdan. Shunchaki bizni to'g'ri algoritm bilan ishlolmasligini bu anaqa sotuvlarimizni bo'lmaslik ehtimoli katta bo'ladi. Endi korзинаga agarda solishlar kam bo'layotgan bo'lsa, demak nimani ustida ishlayotganmiz? O'sha reytinglarni, otsivlarni ustida ishlayotganmiz, ma'lumotlarni ustida ishlayotganmiz. Yoki klient to'liq ma'lumot ola olmayotgan bo'lsa ham, sizni kartochkangiz ichiga kirib, o'shanda ham korзинаga solmaydi. Ya'ni mahsulotni ma'lumotlaridan qoniqmaydi. O'ziga kerakli ma'lumotlarni yig'ib ola olmaydi. Bularni hamma jarayonlarni to'g'irlab, yana kuzatishni boshlaymiz. Уже korзинаga qo'shishlar bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Agar korзинаga qo'shishlar bo'lsa-yu, unda уже sotuvlar bo'lmayotgan bo'lsa, unda yoki nima deydi, narximizda muammo bo'lishi mumkin. Yoki o'ta qimmat narx qo'yganmiz bozorga nisbatan yoki o'ta arzon narx qo'yganmiz. Ya'ni agar o'ta qimmat bo'lsa, unga qimmatli qilyapti, arzon bo'lsa ikkilanyapti, shubhalanadi klient. Nimaga bu arzon? O'zi sifatlimikin, sifatsizmikin degan xulosaga ham kelish mumkin. Deylik, bozor o'rgangan paytingizda sizni qo'yayotgan mahsulotingiz 200 mingdan 250 ming atrofida sotilyaptimi yondosh tovarlarda yoki konkurentlaringizda? Demak, siz ham shu atrofda bo'lish kerak. Hech bo'lmasa 200 mingdan 300 ming atrofida bo'lish kerak. Juda ham katta ham farq qilib ketish kerak emas. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Mahsulot tanlayotgan paytingizda qimmat mahsulotni ham tanlab olmanglar. O'ta arzon mahsulotni ham tanlab olmanglar. Men misol uchun agar deylik dvoykalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 mingdan to 130 ming, 140 minggacha hozirgi paytda atrofida dvoykalarni tanlab olgan bo'lardim. Yoki bo'lmasa qanaqadir koftalar bo'lsa ham 80 ming, 100 ming atrofida. Nimagaki o'sha 450 mingdan yuqoriga, 400 mingdan hattoki yuqoriga oshyaptimi, kiyim-kechaklarda mahsulotingizni narxi sotuvlarimizni pasayishni boshlaydi. Chunki hamma ham 450 ming so'm, 500 ming so'm atrofida mahsulotlarni ola olmasligi mumkin. O'shaning uchun o'rtacharoq chekka ushlash kerak. Juda qimmat mahsulot ham olmang. Agar juda qimmat mahsulotingiz bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha siz tashqi trafikdan ham foydalanishingiz kerak. O'sha mahsulotingizni reklama qilish uchun boshqa usullardan ham foydalanishingiz kerak bo'ladi. O'rta chekka ushlaganinglar yaxshi, sifat ham o'rtamiyona bo'ladi. Biz bilamiz, baribirga ham marketplacelarda, xuddi shunaqa uzun marketda ham o'rta segment aholisi, ya'ni daromad tomondan. O'shaning uchun buni ham hisobini olishimiz kerak. Demak, mana shu analitikani o'zi metrikalarini to'g'ri ushlab, to'g'ri tahlil qilib boradigan bo'lsak va birinchi haftada biz maksimal darajada sotuvlarni oshirib oladigan bo'lsak, o'zi anaqani platformani o'zi sizni kartochkangizni yuqoriga ko'taradi. Yana ham yuqoriga ko'taraveradi. Ana u etapda bizni qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mahsulotni yetkazib berish bo'ladi. Ya'ni mahsulot bilan ta'minot qilib berish kerak bo'ladi. Mahsulotlarimizni FBSga qo'shgan paytimizda deylik kuniga 2 tadan, 3 tadan sotilishi boshladimi? Ana undan keyin biz birdaniga nakladnoy olamiz. Nakladnoy degani uzun marketga, skladga, ya'ni FBOga mahsulotni yetkazib berish uchun vaqt olamiz.
va mahsulotni futbolga yetkazib beramiz. Ana undan keyin futbolda sotilishi boshlaydi. Futbolga yetkazib berilgan paytda birdan katta partiya jo'natib yubormaymiz. Ya'ni potensialni aniqlaymiz. O'zi nechta sotilyapti. Misol uchun bir haftada deylik 10-15 ta potensial ko'rsatyapti, o'zi bu yerda ko'rsatadi. Potensialingiz bormi? Demak, siz shu atrofida yetkazib berishingiz kerak mahsulotingizni. O'zi 10-15 ta mahsulotga potensial bo'lsa-yu, siz 2 dona, 3 dona yetkazib bersangiz, u bir kunlik ehtiyojni, ya'ni talabni qondiradi. Agarda siz o'zi 15 ta mahsulotga bir haftada potensial bo'lsa-yu, talab bo'lsa-yu, siz uni 100 talab, 200 talab olib borib beradigan bo'lsangiz, rotatsiya jarayoni bo'ladi. Kartochkalarni o'rnini o'zgartiradi uzun market. Har doim siznikini yuqorida ushlab tura olmaydi. Chunki boshqalar ham sotuv qilish kerak. Adolatli bo'lish maqsadida hamma kartochkalarni o'rnini o'zgartirib turadi. Mana shunaqa jarayonda qaysidir paytda sizni kartochkangiz mundoq pastroqga tushayotgan paytda siz ko'p olib borib beradigan bo'lsangiz, u sotuv tezligi pasayadi va natijada sizni mahsulotingiz pulli xizmatga, pulli saqlash xizmatiga o'tib ketadi va bu yerda olayotgan foydangizni haligi xizmat yeb qo'yishi mumkin. O'shaning uchun imkon qadar tezroq mayli eriming 5 tonadan 10 tonadan, endi bir kunda 10 talab, 20 talab, deylik bir haftada 100 talab sotilayotgan bo'lsa, o'sha etapga chiqsa, ana undan keyin yana yetkazib bersangiz bo'ladi. Ya'ni bu degani siz bir haftalik produktingizni uyingizda o'sha oddiy kuni yoki shanba kuni qilasizda, ko'p xonadonlar shunaqa. Siz bir oylik produktni olib kelib qo'ymaysiz-ku, yomon bo'lib qoladi, achib qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Birdaniga bir oylik, 2 oylik emas, kunlik qilib, hisob-kitob qilib, hech bo'lmasa bir haftalikni hisobini olib, yetkazib berish kerak bo'ladi. Mana shu jarayonni ushlab turadigan bo'lsangiz, reytingga ushlab turib, chiroyli otsivlarni, ya'ni klientlardan kelayotgan otsivlarni maksimal darajada harakat qilsangiz ko'paytirishga va mahsulotni yetkazib berib turadigan bo'lsangiz, o'zi mahsulot kartochkamizni yaxshi sotilib turadi. Endi kiyim-kechak sferasida yana shuni ham aytishim kerak. Uzoq muddat sota olmaymiz har qanaqa mahsulotni ham. To'g'ri tushunish kerakda, shunaqa holatlar bo'ladi, mana shu mahsulotim zo'r sotilyapti, to'xtab qoldi deyishadi. To'xtaydi-da, u yerda baribir chegara bor-ku. Misol uchun deylik, uzun marketda o'zi necha millionta odam bor. Undan necha milliontasi ayollar. Shu ayollarni necha yuztasi yoki necha mingtasi aynan sizni mahsulotingizni klientlari. Deylik, siz 18 yoshdan 25 yoshgacha to'g'ri keladigan kiyimni qo'ygan bo'lsangiz, shu kiyimni klienti nechta o'zi uzun marketda? Shuni ham bilish kerakda. To'g'ri, to'ch bilmasligingiz mumkin. Deylik, 2000 ta bo'lishi mumkin. Shu 2000 ta odamga xuddi sizga o'xshagan takliflar nechta? Takliflarni soni ham bor. Har xil takliflar bor. Va sizni mahsulotingiz qanchalik darajada zo'r bo'lmasin, baribir klientlarning oxiri bor. Chegarasi bor. 2000 tami siz 1000 ta sotishingiz mumkin. 2000 ta trafikni hammasini uzun sizga bera olmaydi. Chunki hammasini sizga beradigan bo'lsa, boshqa klientlar mahsulot sota olmaydi. Shuni ham to'g'ri tushunish kerak. To'xtab qoldi, endi nima bo'ladi? Endi bu yog'iga sota olmaymanmi deyish kerak emas va albatta sezon bor. Sezonga vaqtliroqdan kirib oladigan bo'lsangiz, qancha vaqtli kirsa, qancha vaqtliroq kartochkani yuqoriga ko'tarib olgan senlar, o'sha kartochkalar shunchalik ko'proq sotadi va shunchalik ko'proq daromad qiladi. Mahsulotlarni xuddi shu usulda sotib turasiz. Albatta analitika bilan ishlab turasiz. Agarda endi уже pastga tushib ketyaptimi kartochkamizni, o'sha paytda ko'ramiz, prosmotr ham pastga tushishni boshlaydi. Chunki uzun market o'zi sekin sizni boshqa stranitsaga olgan bo'ladi, rotatsiya qilgan bo'ladi kartochkangizni. Shu jarayonda endi sekin biz boost bilan yordam bersak bo'ladi. Ya'ni boost bilan har doim ham ishlash shart degani emas. Doimiy nima deydi, mavsum davomida yoki yil davomida ham boost bilan ishlaydiganlar bor, to'g'ri, bilmadim endi qanchalik anaqa qilishadi, to'g'ri, lekin men unaqa qilmayman. Mahsulot prosmotrlar pasayyaptimi? Demak, nima qilish kerak? Prosmotr oshirish uchun nima qilish kerak? Yana biz qo'yganmiz, kuluvchi so'zlarni qo'ydik, zoomdan oldik, boshqa qildik, kuzatdik, hammasini joylab olamiz. Lekin prosmotr oshmayapti. Buni yechimi nima bo'ladi? Boost reklamasi bo'ladi. Boost reklamasini yoqib turib, yana ham prosmotrlarni oshirsak, bizda otsivlar bor, bizda reytinglar bor, bizda mana shuncha sotildi degan summalar bor, chislolar bor va yana sekin ko'tarib olsak bo'ladi.
mahsulotimizni sotuvini. Shu o'rinda aytib o'tib ketaylik, 2026-yilda eng yaxshi sotiladigan mahsulotlar, top 10 talik mahsulotlarni ro'yxatini sizlar uchun tayyorlab qo'yganman. Buni olish uchun storiesizda mani отметка qilib keting, sizga bu ro'yxatni tashlab beraman. Endi men hozir sizlarga eng oddiy, sodda, klassik uslub deydimi, shunaqani tushuntirib beraman. Bu orada biz yana qo'shimcha punktlardan ham foydalanishimiz mumkin. Deylik, tashqi reklamadan foydalanishimiz mumkin. Bloger reklamalaridan foydalanishimiz mumkin. Instagramingizda agar yuritadigan bo'lsangiz, shu mahsulotni sotadigan bo'lsangiz, Instagram orqali ham haydab kelishingiz mumkin. Yoki Telegram kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalingizda turli xil reklamalar, promokodlar bergan holatda ularni ham klientlar oqimini uzumga haydab kelib turib, sotuv qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi shu o'rinda aytiladi-da, Instagramda misol uchun menga naqd pul keladi, uzumda naqd pul emas. To'g'ri, bir tomondan yaxshi, Instagramda to'g'ri naqd pul olasiz, lekin baribir unda ham deylik viloyatga chiqazib yuborishingiz kerak bo'ladi mahsulotni. Viloyatdan sizga zakaz tushyapti. Targetga ham pul ishlatasiz, Instagramda ham target ham hisoblaydigan bo'lsak, har bitta tovarga yaxshigina summaga aylanadi har bitta sotuvimiz. Undan tashqari, deylik viloyatdan sizga zakaz tushib qolgan bo'lsa, viloyatga siz BTS pochtadan chiqazib berishingiz kerak. BTS pochtagacha boradigan rasxod bor va undan keyin BTS pochtani rasxodi bor. Mijoz uchun sizdan Instagramdan olgandan ko'ra marketplace'dan, Uzum market yoki Yandex marketdan olish qulayroq. Nimagaki, oldidagi punktga olib keladi. Hozir juda ham punktlar ko'p, uzoqga ham borish shart emas. Yoki kuryeri o'zi olib kirib berishi mumkin. Kuryer xizmati ham unaqa qimmat emas. Lekin biz hozir qaysidir pochtadan chiqazib beradigan bo'lsa, yo'q deganda 30-35 ming atrofida uni rasxodi bo'ladi. Unga uzumdan olish qulayroq. Agar uzum bilan bir xil narxda qilib chiqazib beraman deydigan bo'lsangiz, baribirga ham siz o'sha Uzum marketga beradigan komissiyangizni pulini pochtaga to'lagan bo'lasiz. Ya'ni o'zi marketplace'larni marketingi shunaqa qilinganki, hisob kitobi shunaqa qilinganki, offlayn do'koningizda bo'layotgan rasxodlar bilan bu yoqdagi rasxodlar taroziga qo'yganda почти bir xil bo'lib qoladi. Faqat bu yerda naqd pul, bu yerda ozgina ajadaniya bor. Hozirgi paytda offlayn do'konlarda ham naqd bilan ishlash ham juda ham qiyin bo'lyapti. Ko'pchilik o'sha qarzga berib turish, nasiya savdoga tushib ketishgan va bunda ham foydangiz o'sha bo'lib qoladi. Ya'ni foydadan ko'ra zararga kirib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Endi hali yuqorida aytdim, esingizda bo'lsa, juda ham ko'p kartochka bilan kirib kelmang deb. Mana shu yo'lni 3 ta dona yoki 5 ta dona kartochka bilan amalga oshirasiz, ko'rasiz, kuzatasiz. Bu kartochkalarning ichida bittasi yoki ikkitasi yoki 3 tasi likvid tovarga aylanadi. Ya'ni aktiv sotiladigan, sizga asosiy daromadni olib kelayotgan tovarga aylanadi. Mana shu tovarga asosiy fokusingizni, asosiy mablag'ingizni kiritishni boshlaysiz. Agarda siz juda ham ko'p kartochka bilan kirib keladigan bo'lsangiz, unda har bittasiga shunchadan mablag' tikishingiz kerak bo'lib qoladi. Bu jarayonda moddiy tomondan agar sizda podдержка bo'lmasa, mablag'ingiz kamroq bo'lsa, qiynalib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun kamroq bilan boshlang. Bularga yetkazib bera olmaganingizdan keyin kartochkalar pastga tushishni boshlaydi-ku, ana unda sekin o'sha pul yetkazib bera olmayotganingizni sezadi-da, boshqa kartochkalaringizga ham sotuvlarni pasaytirishni boshlaydi. O'shaning uchun hammasini olib ketaman deb qiynalib qolgandan ko'ra, ikkitasini ko'taring, 3 tasini ko'taring, 5 tasini ko'taring-da, mahsulotni yetkazib bering. O'zingiz ham qiynalib qolmang. Ana undan keyin ularning puli tushib, foydangizni ham ichidan sug'urib olmasdan turib, yana keyingi mahsulotga qo'shib borsangiz bo'ladi. Agar mablag' bo'lsa, bemalol xuddi shu uslubni, shu sxemani повтор qilib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keling endi o'zimni do'konlarim misolida qisqagina sizlarga aytib beray. Hozirgi paytda menda 6 ta do'kon bor, lekin bu juda ham ko'payib ketib qolgan, o'rtada 10 tadan oshib ketib qolgan do'konlar soni. Hozir ularni qisqartirish etapidaman. Nimaga qisqartiryapman? Yuqorida aytganim, boshida aytganimdagi
hamma narsa sotgim kelavergan, uni ham buni ham qo'yib tashlayverganman, mahsulotlarni ko'paytirib tashlaganman, hammasini ham balansini ushlash baribir ham qiyinchilik tug'diradi. Bilmadim, boshida menga juda ham katta assortiment bilan ishlash qanaqadir qulaydi, ko'proq foyda olib keladigandek tuyulgan, lekin hozirgi paytda kamroq assortiment bilan ko'proq sotuvni qilish yo'nalishi menga yoqyapti, chunki energiya kamroq ketadi, boshingiz kamroq og'riydi, mahsulot yetishmovchiligida qiynalib qolmaysiz. Va hozirgi paytda asosan mani yo'nalishlarim kiyim-kechak, oyoq kiyimlar, uy-ro'zg'or va ayollar ichki kiyimlari yo'nalishida faoliyat olib boraman. Ularni ichida ham juda ham ko'p xatoliklar bo'lgan. Shu etapga olib kelgunimgacha nechtasini ochib, yopib tashlaganman va endi sekin bularni bittada to'xtatib bo'lmaydi, shuni ham aytay. Mahsulotlarni bittada bo'ldi, men shu do'konni ishlamayman, endi tugataman, shu bugun to'xtataman deya olmaysiz, chunki qo'lingizda mahsulotingiz bo'ladi, skladda mahsulotingiz bo'ladi, ostatkalaringiz bo'ladi. Ularni hammasini tugatib, ana undan keyin sekin unisini yig'ishtirib tashlaysiz va asosiy yo'nalishga o'tasiz. O'shaning uchun ham aytmoqman, hozirdan shu xatolarni sizlar ham qilmanglar. Bitta yo'nalish, узкий yo'nalishi ushlab olinglar. O'sha yo'nalishi profi bo'lib turib, bitta yo'nalish o'zidan ham yaxshi daromad qilib olsa bo'ladi. Har xil yo'nalishdan ko'ra. To'g'ri, qiziq bo'ladi, opit bo'ladi. Men afsus qilmayman bunaqa yo'nalishlarni ko'paytirib tashlaganimga, chunki hammasi menga xatolar ham, boshqa ham men uchun praktika bo'lgan, tajriba bo'lgan. Shu yo'nalish desa, hozir bemalol ha bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi deydigan bilimlarga ega bo'lganman. Lekin bu faqat tajribalar biznesda pul bilan o'lchanadi. O'shaning uchun qiynalib qolmasligingiz uchun bitta yo'nalishni zo'r yo'lga qo'yinglar. Ana undan keyin pulinglar ortadigan bo'lsa, sekin daromadinglar ortadigan bo'lsa, ana undan keyin ikkinchi yo'nalishga qiziqib ko'rganinglar ma'qulroq. Men hozir maksimal harakat qildim, bilimim kuchim yetganicha sizga bu yo'lni, bu yo'nalishni, o'sha strategiyasini qisqacha bo'lsa ham ko'rsatib berishga, lekin buni har bittasini detalni ko'rsatib berishi, aytib berishi imkoniyati yo'q. O'sha yarim soat 40 minut davomidagi videoda buni ko'rsatib berishi imkoniyati yo'q. Lekin sizlarga tavsiyam, agar endi kirmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, shunchaki samouchka bo'lmas, albatta bilim bilan kiring. Agar kirib kelgan bo'lsangiz, ustida bilim yetmayotgan bo'lsa, bilimlaringizni oshirishi ustida ishlang. Bu jarayonlarni yo'lga qo'yishingizda bitta maslahat, sizga albatta ustoz kerak, o'zingizga yaxshi tushunarli bo'layotgan, gap so'zlari tushunarli bo'layotgan, sizga qadriyatlari to'g'ri kelayotgan bitta ustozni ushlash kerak va shu ustozni yo'li bilan harakat qilish kerak, ishlashga. Chunki u sizga xato kamchiliklaringizni to'g'rilab turadi, yo'l yo'rig'ingizni ko'rsatib turadi. Buni qilsang bunaqa bo'ladi, buni qilsang yutqizishi mumkin degan ogohlantirishlarni berib turadi. Chunki siz endi bosib bormoqchi bo'lgan yo'lingizni ustozlar baribir ham bosib o'tadi. Sizda agar bitta ustozni tanlab turib shu yo'nalish bilan ketadigan bo'lsangiz, maksimum darajada sizni riskingiz kamayadi, rasxodlaringiz kamayadi. Ya'ni xato qilish ehtimolingiz kamayadi va tezroq natijaga chiqish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Bu yo'nalishda endigina kirib kelmoqchi bo'lib turganlarni oldida juda ham ko'p savollar turadi. Qanaqa bo'ladi bu o'zi, nima bo'ladi, to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi, yutamanmi, yutqizamanmi, men pulimga kuyib qolmaymanmi degan savollar juda ham ko'p bo'ladi va bu savollarni javobini topishga qiynalishadi. Agar kim xohlasa, aynan shu savollariga javob topishi bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shu videoni kommentariyasida va bio qismida link qoldiramiz. Mana shu link orqali o'tib o'zingizni ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va bepulga sizga bemalol konsultatsiya o'tib beraman. Aynan bu yo'nalish o'zi siz uchunmi yo'qmi, ожиданиеңiz nima bo'lyapti, sizni holatingizdan kelib chiqqan holatda sizga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi, mana shu savollaringizga bemalol javob topishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz offlayn formatda, xohlasangiz agar uzoqroqda bo'lsangiz onlayn shaklda ham bu konsultatsiyamizni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Agarda siz seller bo'lgan bo'lsangiz, uzun marketga kirgan bo'lsangiz, sizda sotuvlar past bo'layotgan bo'lsa yoki muammoingiz qattaligini aniqlolmayotgan bo'lsangiz, bemalol siz ham yozishingiz mumkin. Siz bilan ham bemalol aynan birga bir razbor qilib savollaringizga javob berishga harakat qilaman.